Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 6-oyning 1-kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashagan Erkin Sidiq. 2 haftada bir qatim qildigan naq maydon videosiga chiqishim. Bugun jami 6 mazmun bor. Mazmun sal ko'proq imkon bor tezroq tugatishga tirishaman. Bugungi birinchi xabar ehtimol oldinglar. Şu Perşembe günü ötüp ketken Perşembe günü 30-sila Amerika'daki burunki prezidenti Donald Trump'ın üstüden bir kılınan arz hükümçiler tarafından tasdiqlandı. Onu cinayetçi deb hüküm kıldı. Şu nayeti çoğun haber bulup ketdi hazır Amiyada, bulup Amerika'da. Bugün aldı bilen sizlerge şu yaxta azraqça düşençe bir qo'yay. Bunun qandaq ish ekanligini hozir tushuncha berib qo'yay. 2006-yili Donald Trump Nevada degan shaharda, qimma shahri, Nevada degan shaharda bir ayolni uchratibdi ekan. Bu ayolning ismi Stormy Daniels degan ayol. Bu ayol cho'nglarniki videosini ishlaydigan ayol ekan. Cho'nglar videosi degan gap jinsi munosabat videosi var Amerika'da, onu çoğunlar videosu da bataydı adult filmde. Şundaq filmni işleydigan bir çolpan ekan bu. Şu çolpanni bilan uchrashgan ekan 2006-yili. 2016-yili men buni bir ko'rsatib qo'yay sizlarga. Çoğunlar filmni işleydigan çolpan Stormy Daniels degan ayolmuş ekan. 2016-yili 10 yil o'tib bo'lgandan keyin Donald Trump Amerikadagi prezidentlikka saylanishini qilayotgan vaqtida bu ayol Trump men bilan menga bosqinchilik qilgan deb deb o'tirib chiqqan 2016-yili. O'tirib chiqibdi, chiqqan vaqtida Trumpniki nimasi advokati bu ayolga $130,000 pul berib, bu ishni mishadi yo'q qilayotgan, buni hammalar davron silib ishni buzmay mishadi yo'q qilayotgan deb bu ayolga $130,000 pul bergan ekan. 2016-yili vaqa bo'lib 10 yil o'tgandan keyin bu orliqlarda yana ba'zi ishlar bor. Masalan 2006-yili bu ayol bilan munosabat o'tkazdi degan vaqtida Trump'niki ayoli Melania Trump degan ayol xonim o'g'lini tuqqili 4 oy bo'lgan vaqt ekan, 4 oy bo'lgan vaqtda bolasini tuqqili. Shu ish bo'ldi deyilgan ekan, lekin 2016-yili bu ayolga $130,000 pul bergan. O'tgan yil 2023-yili Amerika'niki Manhattan degan rayonuniki sotchisi, bu adamning ismi Alvin Bragg degan adam. Shu ayolniki qilgan arzini, shu ayolniki ishini qaytadan ko'tarib chiqib, men Donald Trumpning ustidan az qilaman deb bu adam az qilgan Donald Trumpning ustidan. Arz qilgan mush ishniki davomi yaqinda 2 kun oldida xulosa chiqqan ish shu. Bu yerda bir qism murakkab ishlar bor. Ashni tushunmaganchilik bu ishniki nimaligini tushungan olmaydi. Bo'libmi Amerikada bu jinoyatniki kichigi va cho'ngi bo'ldi ekan. Agar kichik jinoyat bo'lib qolsa, u jinoyatlarni shu jinoyat bo'lgandan keyingi 2 yilning ichida buning ustida az qilish kerak ekan. Agar unda qilmagan chog'da bunday jinoyat e'tirof qilinmaydi, keyin so'ralmaydi, bunda so'roq bo'lmaydi bunday jinoyatniki. Endi miyada u Stormy degan ayolniki Trump ustidan qilgan arzi, bu ishlar aslida kichik jinoyatga kiradigan bo'lib, 2016-yili bu Stormy'ga pul bergan ish kichik jinoyat bo'lib, uni o'to'g'riliq 2023-yili, 24-yillari qilsa bo'lmaydi asli. Bu kichik jinoyat agar bir cho'ng jinoyatga olib bormasa, bu kichik jinoyat ustidan arz qilolmaydi ekan.
lekin bu yerda Bragg degan odam menda bir cho'ng mush kichik jinoyat bir cho'ng jinoyatga olib bordi. Men buni keyin deyman deb qat'iy bu cho'ng jinoyatniki nima ekanligini qat'iy demagan bu. Demay, mush qatimki Trumpni sudga chiqarish, sudlash jarayonida o'tirib chiqqan jinoyatlarning hammasi shu 2016-yili shu Stormy'ga 130 ming pul bergan ish bilan munosabatlik kichik jinoyatlardi. Bunun ichida Trumpniki bir advokati bor. Bu pulni shu Trumpning advokati bergan amaliyotda. Trump deydi, bu ishda mening xabarim yo'q. Bu yerda ikki kishi bor. Birisi Trump, Stormy Daniel degan ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazgan yoki uni bosqinchilik qilgan ishlarni e'tirof qilmaydi hozirga qadar. Yo'q, bunday ish yo'q, o'ydirma deb. Uni ashla deb kelyotdi. Andan keyin 2016-yildagi Trumpniki advokati ayolga 130 ming pul bergan ishdimi mening xabarim yo'q. U ishlarga aralashmagan deb ashla deb kelyotdi. Bu yerda bu Trumpniki advokati keyin Trumpga osiylik qildi. Osiylik qilib hozir endi u odamniki nurg'un puq chiqdi. Trumpniki advokatiniki. Trumpdan yuz bergan advokatning puq chiqdi. Uning ichidagi yolg'onchiligi, nurg'un ishlarda yolg'onchilik qilgan, undan boshqa shu chog'da mush ayolga 130 ming pul berish ishlarini bo'layotgan vaqtda bu odam 30 ming dollar pulni o'g'irlayapti. Trumpniki pulidan o'g'irlagan ishlar bor ekan. Ishlar qilib bu advokatning ishi tugashgan aslida. Orliqda 6 oyda turmay o'tib chiqqan bu odam. Ishlar bo'lib, bu yerdagi cho'ng ahvol nima desanglar, shu 2016-yili ayolga 130 ming dollar pul berishdan iborat bu kichik jinoyat bir cho'ng jinoyatga olib berish kerakdi aslida. Lekin bu cho'ng jinoyatniki nimaligini demay, payshanba kuni Trumpning ustidan bu nimachilar, hukm chiqarib bo'lgandan keyin anandan keyin buni dedi. Bu nima ekan desanglar, Trumpniki 2016-yilda qilgan ishi Amerika Federatsiyalik qonunga saylam qonuniga xiloflik. Trump saylam rasmiyatlariga buzg'unchilik qilgan, aralashgan degan jinoyat ekan. Bu cho'ng jinoyat ekan. Lekin bu yerda sudchilar hukmchilar buni juries deydi, 12 odam. 12 odamni odatdagi puhrani ichidan tanlaydi. 400 odamdan 12 odamni tanlab har bir diloga. Shu odamlarni hukm chiqib qo'ydi Amerikadan qonundoshlar. Men nechqatim tanlandim buningga. Buningga Amerikaning hamma grajdanlari mushtaq hukmchi bo'lishga chaqirilsa, cho'qim berish kerak. Men nechqatim chaqirildim, lekin oxiri kelgan chog'da men tanlanmay qoldim. Bir qatim sudqim bo'lgan. Sudqim berib shu sud ichildigan kunisi aytganda meni qaytarib etdi. Sen kimsan bo'ldigan bo'ldi deb. Bular odatda 12 odam uchun 40-50 odamni tanlab oxirida ashtaqilqi zapas tanlaydi ekan, oxirida 12 nafar qolgan tushirdi ekan. Men boshqa odam bo'lib boqqa rasmiy sudga chiqib boqmadim, lekin necha qatim chaqirilganman. Endi bu 12 odamlar 12 hukmchilarga cho'ng jinoyatniki nima ekanligini demagan. Bu birisi. Ikkinchisi, bu yerda bu Trumpniki dilosiga sudchi bo'lgan odam. Buning ismi Juan Merchan ekan. Juan Merchan degan kishi. Ma kishi. Bu kishi bu Trumpniki burunqi dilolarini bitirib qo'ygan odam, o'zi demokratchi. Ma Bragg degan bu demokratchi. Bu Bragg degan odamniki bir tarixiy arif ko'rinishi bor. Nima desanglar, bu Bragg degan sudchi saylangan ekan. Uniki saylam shuari men 2024-yili Trumpniki prezident bo'lib qolishini to'siman degan shuar bilan saylamga qatnashib qutqan odam ekan ma. Trumpga tishtirni bilan o'sh. Anikin ma odam Juan Merchan degan odam. Bu odammi Trumpga aytdi o'sh. Bu odam ayni vaqtda 2020-yili Biden'niki prezident saylovida Biden'ga pul bergan odam ekan. Bunda ishlar qonunsiz, ammo bu odam qilgan ekan, bu keyin oshkorlanib qolgan. Bu odamniki qizi hozirmi Biden'niki saylov uchun pul yig'adigan xizmatni qildi ekan hozir. Mushtaq murakkab ahvollar bor. Ashta bu uchun bu yerda bu sudchi mushqatimki sud jarayonida hukmchilarga yo'l yo'riq berish, qanday hukm chiqarish haqida yo'l yo'riq berish jihatlarida
Andan keyin isbotchilarni bir taraf qilish jihatlarda davomli Trumpni besib Bragg'ga yordam qilgan bu odam. Masalan, bunday ish bo'ldi. Albatta men degan Stormy degan ayol 2 soatga deyman. Shu sotda 2 soatdak o'ziniki burun buğa ishlarini so'zlabdi. Buni yo'l qo'yib, Trumpni oqlaydigan odamlar chiqib shu isbot bermay desa, buni to'sgan ahvol bor. Andan keyin sot binosining oldida Trumpga qarshi odamlar ashyaga kelib, muxbir yig'inib, nutq so'zlab ishlarni qildi. Lekin Trumpning odamlari ashta qilmaydi, Trumpni qo'llaydiganlar ashta qilmaydi desa, buni yo'l qo'ymaydi. Ish qilib acayip jiq uyulu oynayıp ketdi bu yerda. Bu yerdeki en çok mesele bunun neticesi qanday bo'ladi. Aslida bu kichik jinoyat cho'ng jinoyatga olmasa, uni sotlamaslik kerak Amerikaning qonuni bo'yicha. Lekin Brady'ga adam oxirida bir cho'ng jinoyat bor, men uni kim deyman deb turib, bu hukmchilar 12 hukmchilarga Trump atlagan 34 gunoh ustidan hukm chiqarib, ularning hammasi rost gunohkor. Trump 34 işte günahkar deb hüküm çıkırıp bo'lgandan keyin, andan keyin bunda bu yerdagi cho'ng jinoyat Trump saylamga buzg'unchilik qilgan degan jinoyat atgan. Bu yerda deb qo'ydigan yana bir narsa, Trumpga ortilgan 34 gunoh amaliyotda bir ish. Bir ishni işte 34 ga bilib 34 gunoh qilib ortgan. Buniki bir sababi, agar shu rost chiqsa shu gunohlar, har bir gunohga 4 yıl türmede yetiş gereken. Şu an 34 küpeyet bakımla kança çıkıyordu. 34 küpeysek 130 yılda mı cıhrak bolu dendi. Aşıncılık türmede yetiş gereken gependi. Bu yerdimden bir iş var. Anladayken bu yerdeki mühim iş çoğun günah degen günah, çoğun cinayet degen cinayet, saylamga buzgıcılık kılgan degen cinayet bu New York şehrinin emez. Bu Amerika Federasiya sotiga tava jinoyat ma'lum. Buniki New Yorkniki sotlash, New York shtatiniki sotlash huquqi yo'q aslida. Oshta bu boshqa hozir bu kishilar buni yolg'on dilo deb atadi, o'ydirib chiqargan dilo deb atadi. Cho'ng gunoh, cho'ng dilo, yolg'on dilo, o'ydirib chiqargan dilo deb atadi. Va bu birsi. Anandaki yana bir aniqlab qo'ydigan ish, bu qatim Trump'ni sotlagan yer New York shtatiniki sudi. New York shtatiniki sudi. Sababi yuqorqi ishlar bo'lgan yerlar shu nima ehtimol isnodi bor. New York shahriniki Manhattan degan yerda Donald Trumpning bir cho'ng binosi bor. Amaliyotda uning uyimi ashadida burun. Keyin Floridaga ko'chib ketdi uyini, lekin binosi hozirmi bor. Ashta boshqa bu New York shtati demokratlar shtati. Şehir başlığı mı demokratçı, işte soçlar mı demokratçı degandek Trump'ın intayin öş. İşte bu vaxt için yakında nurgun işler bulup gitti ya da. Ma şulardaki birisi. Bu kıtım sotuklatkan yer New York ştatındaki sotu. Hem de bundaki kandak buldu. Bundaki işler kandak buldu. Hazır 7. ayındaki 11. gününe bu Juan Merchan degen sotçu 7. ayının 11. gününe Donald Trump'a birilgan türme muddetini muzakir qilib bekitgan ishni 7. ayning 11. kunida deb e'lon qildi. 7. ayning 15. kuni Cumhuriyetçiler Partisining mamlakatlik qurultayi bor. Shu qurultayda Donald Trump'ni rasmiy prezidentlik kandidat deb bekitmoqchi bo'ladi. Şunu 4 gün qolgan chaqda Mao Merchant degan sotchi Donald Trump ustidan hukm chiqarmoqchi. Turma hukmi deb yerda. Bu abatin degan 12 odamlar faqat arz qilingan 34 moddada Donald Trump gunohkormi emasmi deganlar arpirdi ekan ular. Ular hozir gunohkor degan aridi. Endi 11-slar bu Merchant degan judge Donald Trump ustidan turmada qanchalik uzoq turmada yetish kerakmi yo'q, yo qancha uzoq yotadi degan maash to'g'riliq hukm chiqardi ekan. Bu ish Cumhuriyetçi partiyalarniki mamlakatlik qurultayidan 4 kun burun bo'ldi ekan. Bularning hammasi mana o'ylanayotgan bir xil o'yinlar mana bu vaqtida. Endi keng ishlar nima bo'ldi desanglar, Donald Trump yuqoriga azqamoqchi. O'ziga adolatsizlik qilingan haqida
Bu yerda ikki bosqich bor ekan. Uning birisi Nyu-York shtatining oliy sudi. Aşağı bordi ekan. U yerda bo'lmasa federal oliy sudga bordi ekan. Ikki sud ishi bor ekan. Hozirgi buningda kim bo'lgan ishlarning ehtimolligida Donald Trumpniki saylamdan burun turmuga kirib ketish ehtimolliği intayin töven. Nimishqa degan chog'da albatta men tushundigandek bu butunlay bir o'ynalgan o'yin. Nyu-York shtati o'ziniki huquq doirasidan chiqqan holda cho'ng jinoyat uchun bir federal sistemasiga tava jinoyatni ko'ngliga pukib turib uni e'lon qilmay 12 hukmchilarni qaymoqtirib hukmni chiqarib etib undiki ani e'lon qilib ishlar qilishlar bor. Ashta boshqa hozir Amerikada bu norozilik intayin kuchli bo'libmi jumhuriyatchilar tarafidan bo'layotgan norozilik shu Trump sudga tortilishdan burun jumhuriyatchilar ichidami uni qo'llaydiganlar 2 qism kishilar ekandik. 60% dak odamlar. Keyin sudga tortilgandan keyin Donald Trumpni qo'llaydiganlar 100% ga chiqadi. Hozir yana nurg'un odamlar qo'shilib ketdi. Bu shu qartalliklar deymiz, Spanishlar, Meksikaliklar, Trumpni qo'llaydigan odamlar shundoq ko'payyotdi. Ondan keyin yana bir yangilik shu Donald Trumpni jinoyatchi, gunohkor deb e'lon qilgandan keyin 24 soat ichida Donald Trumpga 53 million dollarga yaqin pul iyon qilinibdi 24 soat ichida. Hozir umumiy kayfiyat shundoq. Shunga u birisi, ikkinchisi Donald Trumpniki saylamdan burun turmuga kiritish ehtimolligi ancha yo'q. Hozirgi umumiy vaziyat solchilar va demokratchilar bu ishga qarta hech qanday odam Amerikaning qonuni ustida turolmaydi degan gapni deyotdi. Ondan keyin o'ngchilar va Cumhuriyetçi Partiyaga tava kishilar bo'lsa, bu e'lon qilingan yangidan chiqilgan bu hukm Amerika tarixidagi bir qorong'u kun, dark day, qorong'u kun deb deyotdi. Endi meyada aniqlab qo'yadigan yana bir ish bor. Trumpniki bu yil 11-oydagi saylamdan keyin prezident bo'lamamdi degan ish. Amerikaniki asosiy qonunda qandaq odamniki prezident bo'ladiganligi haqida faqat 3 shart bor. Uniki birinchisi u odam chuqur Amerikada tug'ilgan bo'lish, ikkinchisi yashi 35 yosh yoki undan yuqori bo'lish, uchinchisi Amerikada 14 yil yoki undan uzun yashagan bo'lish. 3 shart. Buning ichida jinoyatchi bo'lmaslik, turmayotgan odam bo'lmaslik degan shartlar yo'q. Shunga Trumpniki 11-oydagi saylamda prezident bo'lishiga to'sqinlik qiladigan boshqa ahvol yo'q bu yerda. Shunga buni bir deb qo'ydim. Endi hozir yana bir qism ishlar o'tirga chiqyapti. Bu nima desanglar, Trumpniki ustidan shu ayolning masalasida Trumpning ustidan arz qilgan sudchi Alvin Bragg degan kishi, bu kishini George Soros degan adam qo'llaydi ekan. George Soros degan bir Yahudi adam. Bu odamni agar qiziqsangiz tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu odamning maqsadi dunyoni buzishda ham tuyuladi menga. Butun dunyodagi ishni ostin-ustin qilib etishga qarab ketayotgan bir odam bu. Bu Alvin Bragg degan sudchiga shu George Soros pul chiqargan ekan. Shu Bragniki sudchi bo'lib saylanishiga pul chiqargan ekan. Aniken Soros'niki şuarı men Trump'ның 2024 yılı prezident bo'lishini to'siman degan şuarı bilan ish qatgan bir odam hozir. Aniken shu 2 kun ichida chiqqan yana bir ish, Amerikada bir danglik kelgusi to'g'riliq mo'lcharni o'tirib qo'yadigan bir odam bor. Uning ismi Dick Morris. Dick Morris degan odam 11 sentabr vaqasi to'g'riliq burun oldin mo'lchar chiqargan. Mo'lcharni o'tirib qo'ygan. Mana bir ish bo'ldi Amerikada deb. U ish bo'ldi 2016 yillik Amerikadagi prezidentlik saylamida bu odam Trump ustida, Hillary emas Trump ustida degan narsani o'tirib qo'ygan. Shu natija chiqdi. Bu odam tunugin deydi.
bu yilgi Amerikaning prezidentlik saylimida Trump tutdi deb dedi. Ondan keyin yana bir yangilik, shu yaqinqi bir shu saylam prezidentlikka saylanish bir yig'ilishida, kampaniya yig'ilishida Trump mundaq bir gapni debdi. Washington Post'niki deyishçe. O deydi, eğer men prezident bo'lib qolgan bo'lsam, deydi shu Putin Ukrainaga hujum qilgan vaqtida, men berib Moskvani bombardiman qildim deydi. Eğer men prezident bo'layotgan vaqtimda Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, men berib Beijingni portlataman deb deydi Trump. Bu Trump'niki Rusya bilan Xitoyga tutgan pozitsiyasidagi 180 gradus burilish. Xabarlarda bo'lgandek hozir qadar Trump bu ikki davlatni yaxshi ko'rdi, Putin bilan Xi Jinpingni. Amaliyotda agar shu Trump 2017-yillari Xi Jinpingga sizlar shu lagerni yasab, Uyg'urlarni uslab quvvatqa ishinglar bo'lsa, sizlar shuni zarur ish qilaveringlar degan mustaq bir yeşil chiroqni yoqmagan bo'lsa, Uyg'urlarni beshiga kelgan hozirgidek vayronchilik yuz bermagan bo'lishi mumkin. Buningda Trumpning intayin cho'ng roli bor. Xitoy sinab boqqan amaliyotda ayni vaqtda zodi biz qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarni yo'qotish ishimizga Amerika qanday qaraydi, Trump qanday qaraydi deb sinab yiqib, keyin Trump yeşil chiroqni yoqib bergandan keyin yuraklik bu ishlarni epadi. Bizning hozir qarshi kuni qolganligimiz hammamizga ma'lum. Ishqilib Trump Xitoy parasti, Xi Jinping bilan amroq davomli qislamkin Xi Jinping meni yaxshi do'stim deb. Yaqinda bir haftaning ichida Amerikaniki Fox News media shirkati Trumpni bir qatam Trump bilan suhbat o'tkazdi. Meksiko Amerikaning chegarasiga berib shu yerda. Shu vaqtda shu chegaradan kirayotgan odamlarning gapi bo'lib, bu yil Meksikodan Amerikaga kirgan chet ellik qonunsiz kirgan kishilarning soni mushtarak parang bo'layotgan chog'da bilinishicha bu yil Amerikaga 39 ming Xitoy kirib bo'libdi. Birinchi oydan 5-chi oygacha 12 ming Ruslar, anikin boshqalarim bor. Mush gaplarni davetib, bularning nurg'un qotillar bor, nimalar bor, ayollarga bosqinchi qilgan odamlar bor, boshqa jinoyatchilar bor. Andikin ro'y kasallar bor deb bo'libmi shu rus taraflarining boshida kelayotganlar jiq. Mening orzum Xitoylar undaq bo'lmasligi mumkin. Undaq bo'lib qolmasa deb orzu qilaman deyotdi ashadina. Mush birinchida 39 ming Xitoy kirib bo'lsa Amerikaga. Gapni davetib, yana ashlar deganda shu yerlarga televizionni o'chirib qo'yib ketdim, ko'rmadim qolganini. Bu odamning qalbisida mushtaq bir ba'zi joylarda ajoyib Xitoy parast. Lekin ma'vu ikkinchi ichida chiqayotgan yangi gaplarda shuningda ma'lum bo'lishicha bu odamniki qalbisi hozir 180 gradus burilgandek qiladi. Rost shunday ham emasmi, qog'oshni keyin bo'lamiz. Mushtaq bir o'tir chiqdi. Shu bilan sizlarga deb qo'yim keldi. Ondan keyin yana bir Amerika xabari yaqinda yana bir qism ishlar fosh bo'ldi Amerikada. U nima desanglar, yaqinqi necha oyning ichida Amerikaniki oliy maktablarida Isroiliyaga qarshi namoyishlar bo'lib ketdi, nurg'un maktablarda. Yaqinda shu namoyish, shu Isroiliyaga qarshi elib berilgan Amerikaniki universitetlarda elib berilgan namoyishlarning bir qismini Xitoy pul bilan ta'minlaganligi oshkorlandi. Bu bir cho'ng tema, uni tafsili so'zlayolmayman, degan vaqt yetmaydi. Ammo mana bir oshkorlandi. Shunga bu narsaga deb qo'yim keldi. Endi ikkinchisi xalqaro xabar. Xalqaro xabarda bir narsani tilga olmoqchi men. Yaqinda qarindoshlar anglagan bo'lishi mumkin. Xalqaro jinoiy ishlar sudi nimaniki İsrail'deki prezidenti Netanyahu bilan Hamas bu ikkisiniki ustidan ularni tutish buyrug'i chiqarish to'g'risidagi mana bir narsa planlarning bo'lganligini dedi.
Bu fikrni aslında bu narsani o'tirib qo'ygan odamning ismi bu odamning ismini nima hozir taqib bordi. Sizlar deb aytib turinglar. Qarimxon deydi. Qarimxon degan odam ekan. Shu xalqaro jinoiy ishlar sudining bosh sotchisi Qarimxon degan odam İsrailiya bilan Hamasniki boshliqlarini tutish buyrug'i chiqarish haqida o'ylanayotganligini o'tirib qo'yibdi. O'tirib qo'yibdi-ki, men bu Qarimxon degan kimdi deb tekshirib baktım. Biram shu Pokiston, Hindiston shunday yerlardan tug'ilib o'sgan odam ekan desam, bu odam shu Angliyada tug'ilib o'sgan odam ekan. Lekin tegi shu boshqa yerdan Qarimxon deydi. Ashtaraq ekan. Ana buni qarta Amerika qattiq norozilik bildirdi va bu ishga qarta qanday tadbir qo'llanamiz bu to'liq muzokaralashyapmiz dedi Blinken, Amerikaniki tashqi ishlar ministri. Biz qo'llangan tadbirlarniki birisi xalqaro jinoiy ishlar sudini jazolash bo'lishi mumkin degan gapni o'tirib qo'ydi. Endi bu gaplarni bu yerda tilga olishimga sabab hozir bu dunyo shunchalik bir cho'ng qilayimqon bo'lib ketdi. Endi Amerika xalqaro jinoiy ishlar sudini mushtaq bekor qilib men jazolayman degan tursa, dunyoda adolatli qolmaydigan bir ahvol eg'irlashdi degan gap. Biz Uyg'urlarmi shuni qurboni bo'lib ketdik. Uyg'urlarning ishi chiqqandan keyin bu boshqa ishlar oqaqidan to'xtamay chiqaverdi. Hozir taraqqiy qilib endi ma darajaga kelyapti. Mushtaq bo'lgan sari Arab davlatlari musulmon dunyosi Amerikaga o'ch bo'lib Xitoy bilan yaqinlashib o'tgan haftada yana mushtaq ishlar bo'ldi. Hozir Xi Jinping bilan yaqinlashib ketdi bir qism Arab davlatlari. Xitoyni maqtab, Xitoyniki bizning vatanimizda deb bo'lgan siyosatlarni maqtab odamning ichi ilishadigan darajada ashta qilib ketib bordi. Maishlarnikimi aşağıdaki işlerini texmi yomonlashtirishga foydasi bo'lyapti endi. Bizga ziyonliq Xitoyga foyda mana bir ishlar yuz beryapti. Shu ma'noni bir tilga qo'yib keldi. Sizlarga yaxshi xabar yetkazsam bo'ldi, kechiringlar. Hozir bu vaqtga ishlasak mana bo'lgandan keyin yaxshi xabar bo'lsa albatta yetkazman, lekin boshqa xabar topolmadim men. Mana bir cho'ng ish bo'lg'achqa buni bir tilga qo'yay dedim. Endi uchinchisi Uyg'urlar xabari. 5 ayning 10 kuni chiqqan bir inglizcha maqola. Chet eldagi Uyg'urlar orasida bir cho'ng portlash paydo qildi. Ajoyib ishlar bo'lib ketdi. Odam burun tasavvur qila olmaydigan darajadagi bir cho'ng qo'zg'alish, harakatga o'tish ishlari. Bir inglizcha maqoladan keyin bu qanday kuch, nerdan kelgan kuch, qanday kelgan kuch odamni intayin hayronlik soladi endi. İngilizce'de bir gap var. Ben bunu çok o'ylandim bu haqda. İngilizce bir gap var. Low hanging fruits deb. Nima degan chog'da yemish daraxtlarida yemishlar bor, esilib turdi. Endi buni eng tuvandikilari bor bo'ladi. Undaq shutib qo'ymaydi, qo'lni tutib uzg'ilgan. Ashtaq yemishlarni tuvan esilib turgan yemishlar deb ataydi inglizcha low hanging fruits. Endi Xitoy Uyg'urlarga intayin eg'iz yangilanib ketdi. Uningga qarshi Uyg'urlarning ishonchi patmaydi hozir. Patmadi. Nurg'a ishlarni qildik, qilyapmiz, ammo unum bermadi. Lekin Uyg'urlar ichidan bir ish chiqib qolsa, bu xuddi shu tuvan eslib turgan yemish qo'shishlar mumkin, hamma odamning qo'li yetadi. Shu hamma odam hurra deb shuni mumkin mingdigan ishkan. Men buni aslida tushundim. Shunga Xitoyni dushman tutib, ularni kurash qilolmagandan keyin o'z ichimizdan dushman tepib, ularni kurash qilish oson endi. Hozir bu vaqtga ishlashlar bo'lyapti deb o'ylayman men. Endi shunday bo'lsa-mu, biz o'xshash ruh bilan vatanga yuzlanaymizmi degan savol bor bu yerda. Hozir vatanda nima ish bo'lyapti? Vatanda bo'layotgan ishlar to'g'riliqmi, gap qildigan bu to'g'riliq ish yapayotgan odamlar bormi? Bo'lsa qanchalik degan narsa. Shunga bu jihatda qarindoshlarni bir aslib qo'yay deb o'yladim men.
Bunu unutup kalmaylı. Yakında bana bir uçur geldi. Bu şu bir qarindishimizniki yaqinda egallagan uçurlarını xulosalab yozgan narsa uni bir do'stim menga aytibdi. Vatanning hozirgi vaziyati haqida. Mundaq deydi. Birinchi vatandagi nurg'un diniy zotlarni hatto Xitoy o'zi tasdiqlagan diniy maktabda o'qigan Uyg'ur bolalarni tutib so'yatgan. Ularni o'rniga tungan imomlarni masjidlarga o'rlashtirgan. Ikkinchi, nurg'un yosh bolalar tutilib ketganligi sababi bilan to'ylarda yoshlar yo'q bo'lib qolg'achqa maxsus boshqa shahardagi yoshlarga kunligi 100 so'mdan pul berib to'yga qatnashtirib qiladigan ish ko'payib ketgan. Uchinchi, hozir Xitoy bilan to'y qiladigan ish qattiq avjiga chiqqan. Sababi har xil. Onun sebebi aniq. Uyg'ur yoshlarniki ko'pinchisini tutib lager turmlarga sulab qul ish chiqyapti. Kelib qolganlarni jinni beqish bir ayol to'y qilib uyini beqib keta oladigan holatda emas nurg'unlar ashta bir ahvolda. Xitoy Uyg'ur qizlari shu Uyg'ur qizlar uchun birdan bir yashash yo'li Xitoyda to'y qilish. Ashta bo'lg'achqa burun sal biraz nomus qilib qildigan ishlar bo'lgan bo'lsa-mu, hozir ham uch qo'shqarilamkin ashliziga yuzini ketgan ahvolni men boshqa yerlarda anglab turyapman. To'rtinchi, dehqonlarning yerlarini majburiy tartib elib olgan. Xitoyning degan sababi sizlar bir mo yerdan yetarlik ochliq ola olmadinglar. Bo'z yer etishni bilmaysizlar degandek sabablarni qilib elib olgan. Nurg'un dehqonlar yersiz qilib, amalsiz shu manqur Xitoylarning qo'lida kunlik ishlab jon boqadi ekan. 5-chi, Xitoy O'zbekiston va Qozog'istondan kalla qo'y go'shtini import qiladigan kelishim hozirlab, vatanga ko'plab go'sht akirishga boshlagan. Shu sababdan 20 ming so'mga olgan bir kalaning bahası 5 ming so'mga tushib ketib, chorva mol beqishda og'ir ziyonga uchragan Uyg'urlar banklarga qarz bo'lib nurg'un dehqon vayron bo'lgan. Mana bu vatan haqidagi men kelgan bir uchur. Undan boshqa yaqinda u bu yerlarda ko'p o'tirib chiqyapti. Uyg'ur yoshlarniki muhurka deb atiladigan bir xil zararlik chekimlik bilan o'lib ketish ahvoli. Bu intayin og'ir ekan hozir. Bu to'liq videolar chiqdi vatanning ichidan. Andan chet eldagi qarindoshlar bu vaqtda bu narsalarni yozib egallagan uchurlarni. Buning zodi nima ekanligini aniq bilib olmadim men. Ehtimol Xitoymish Amerikaga kirgizayotgan fentanyl degan zararlik chekim shu bo'lishi mumkin deb o'ylayapman. Buni satadiganlar Uyg'urlar ekan, iste'mol qilganlar Uyg'urlar, ashnomadan yoshlar shuni iste'mol qilgandan keyin qaytib o'lib ketadigan ahvol intayin og'ir. Endi ba'zi qarindoshlar deydi bu irqiy qirg'inchilikniki davomi yoki bir shakli o'zgargan bir nusxasi. Buningdan boshqalari meni chiqish mumkin. Va ashlar deydi bu yerda mana shu do'yin degandek ijtimoiy tarmoqlarda Muşu Uyg'urlarniki zararli chekim bilan o'lib ketib qolgan ahvollari yozilsa, shu vaqtni o'zidan o'chirib deydi. Uyg'urlar ustidan mana kam ko'lamlik irqiy qirg'inchilik yurgizadigan Xitoy hukumati Uyg'ur jamiyatidagi mana bir zararli chekimni to'solmaydi ekan, amaliyotda to'solmaydi emas, to'smayotganlar ekan. Ularning maqsadi Uyg'urlarni o'ltirib tugutish uchun. Şuna bu bir hadis bo'lyapti. Men bu xabarlarni ko'rgandan keyin o'ylab ketdim. Hozir mushtaq ishlar to'g'riliq. Mushtaq ishlar nimishqa chet eldagi Uyg'urlarning hammasini qo'zg'ab o'tolmaydi. Xuddi inglizcha maqola qo'zg'atganda qo'zg'ab o'tolmaydi. Nima uchun davlatlarda Xitoy konsulxonasining oldida Uyg'urlarniki muhur kichikib o'lib ketib qolgan ahvoliga norozilik bildirib namoyishlar bo'lmaydi. Bir ishlar bo'lmaydi.
chet eldagilar zaten nimadan aldirash hozir. Men bu to'g'riliq davomli o'ylayman. Uyg'urlarniki aqliy va tafakkur usulida egri masala bor. Uyg'urlar qaytadan tug'ilishi kerakdi bu jihatda. 5-iyul vaqasi buni bir turtki bo'lishi kerakdi. Bu qatimqi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qiyinchilik buniga bir turtki bo'lishi kerakdi. Ammo bu jihatda cho'ng o'zgarish bo'lmayotdi. Uning aksicha bir parcha inglizcha maqola chet eldagi Uyg'urlarni o'ntay qilib yetib bordi. Shunga aql ushi joyidagi qarindoshlar bu shaxda davomli o'ynash kerak, izlanish kerak, ish qilish kerak. Men yaqinda bir maqol yozib tarixning sohilari ne tunishtiryapman, tunishtirishni boshladim. Uni maqolasim bor, videosim bor. Mush kitap. Bu kitapda insonlarniki 5000 yillik yozma tarixi xulosalangan. Shunga bundan xabarsiz qarindoshlar maqolani o'qib beqinglar, videoni anglab beqinglar. Buni davom yozaman. Bir asas maqsad bizningki beshimizga kelgan kunni qanday tushunishimiz kerak, hozirgi kunni. Undan keyin bundan keyin qanday yashashimiz kerak. Agar biz yashar ustida mavjud bo'lib turimiz deydi ekanmiz. Mushning biroz yordam bo'lib qolarmikin deb quvvataman bu ishni. Men hayotim bek oldirash bilasizlar. Ammo mushta ishlar to'g'riliq o'ylanadigan, ish qiladigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Biz Uyg'ur Project Fondi, Mashal Uyg'ur gruppasidan qilayotgan İstanbul'da 20 siyah degan faoliyatni mushni maqsad qilgan mush soatlik ishlarni. Bu jim bu faoliyat buni davom qilamiz. Hozir chet eldagi Uyg'ur yoshlariniki qo'zg'alib, tashkillanib, yangicha ish yapirishni tashabbus qilayotgan qarindoshlar bor. Bu intayin to'g'ri. Bu albatta men degan Uyg'urlar qaytadan tug'ilish kerak degan ideyaga mos keladi. Uyg'urlashni qilish kerak. Bizningki birdan bir chiqish yo'limiz shu, boshqa yo'limiz yo'q. Shunga mushsada izlangan qarindoshlarniki ko'proq o'tirib chiqishini umid qilaman. Bo'libmi men chet eldagi har bir qarindoshlardan o'zining qilayotgan va qilmoqchi bo'lgan ishining ilmiy asosini tepishga va tushunishga tirishishni tashabbus qilaman. Agar bir ishni qilayotgan bo'lsangiz, men bu ishni nima ish qilyapman? Nima maqsadga yetmoqchi bu ish orqali? Menda bu ishni qildiganga yetarli salohiyat bormi? Tushunamanmi? Nima ish qilayotganligimni degan savollarni o'zimizdan so'rab, biroz aql bilan ish qilishni o'rgansak. Meniki ham qarindoshlar deydigan tashabbusim shu. Yaqinda Uyg'ur xabariniki davomi. Yaqinda men bir yerda birilarniki Uyg'urlarniki nüfusi 30-35 milyon Uyg'ur deb olgan bir narsani ko'rdim. Yana bir yerda birilarniki 40-45 milyon Uyg'ur deb olganini ko'rdim. Ba'zida o'ylab qolman, ba'zi qarindoshlar yasharda emas, boshqa plantada yashaydigan o'xshaydi deb. Bu nereden kelgan sonlar bu? Agar mushtaq qalamqan sonlarni ishlatib Uyg'urlarniki xalqarodagi credibility, ishonchlik darajasi nim bo'lib qoladi. Kishilar nima o'ylanmaydi, nima izlanmaydi. Bek hayron qolaman men. 2018-yili Goji Kai degan bir Xitoy, endi inglizchasi Victor Go deydi. Hammani qo'shganda Xinjiangda 6 yoki 7 million Uyg'ur bor degan. Al Jazeera televizoriyasi bilan o'tkazgan suhbat jarayonida. Hammani qo'shganda Xinjiangda 6 yoki 7 million Uyg'ur bor edi. 2018-yili. Men shundan keyin mushu Xitoyniki plani Uyg'urlarning nüfusini tushirib qo'ymoqchi deb Twitterlarda, o'zimning leksiyalarida, medial bo'lgan suhbatda hammasini shuni deb keldim. O'zimniki mo'lcharicha hozir Uyg'ur jamiyatida minib yurgan sirtda Uyg'urlarni hamma sanab chiqsa, shu 6-7 million chiqishi mumkin.
Qağalır yo'qolib ketdi. Bir necha millionini o'lib ketdi. Ondan keyin nurg'unlarni lagerga sulib etgan, ularni keyin qayerga emgak yaramaydiganlarini turmaga o'tkazdi, emgak yaraydiganlarni hammasini qul ish chiqyapti. Butun Xitoy o'lkalariga taqitibdi bu uyg'urlarni. Xitoyniki maqsadi bu uyg'urlarni hayot tutib turish emas. O'lgich ishiltib, qul qilib, tezroq o'ltirib tugatish. Xitoyda emgak kuchi kam emas. Xitoyda ishsizlik intayin og'ir. Bu yerda Uyg'urlarni ishga solishga birdan-bir maqsad ularni eng jafoliq, eng qabih ishlarga solib, kuniga 12 soatdan 16 soatgacha ishlatib, boshqa hech qanday jon beqish yo'lini qo'ymay, shu orqali ularniki baldir o'lishni keltirib chiqarish, shu orqali Uyg'urlarni yo'q qilish. Mushlam ularning maqsadi. Masalan, o'tgan men bir yerda mashinani sirlaydigan, ashtaq eng zaharli yerlardami ishlaydigan kishilarniki Uyg'urlar ekanligini anladim bir yerdan. Uyg'urlar ashtaqqa savatadi. Mush ishlar haqida so'zlayotgan bir ish qilayotgan odamlar bormi? Chet ellik Uyg'urlar ichida. Hozir Xitoylar Uyg'urlarga ish bo'lmaydi, o'rib yashayotdi deganni normallashtirish uchun tirishayotdi tashviqotda. Davlat ishchilik tashviqotmi shu, xalqaro tashviqotlarmi shu. Xalqaro tashviqotda o'z go'shtini o'z yeyishga, o'z go'shtini o'z yig'ida qo'rish taktikasini ishlatyapti. Buni ko'ryapmiz. Hozir vatandagi nurg'un artistlarimizning hammasini yo'q qilyapti. Uyg'urniki san'at nurg'un asri burunqi ahvol butunlay mavjud emas. Ashtaqdan bir qismlarini saqlab qolib, ularni soz chaqizib, naqsh yetkazib, uniki videolarini taqitib, Uyg'ur xalqini aytdi, hurlikcha yashayotdi degan narsani namoyon qilish uchun bu ishni qilyapti. Yana bir tarafdan chet elga san'at o'maklarini chiqaryapti. Yaqinda angdinglar bir Uyg'ur san'at o'magi bizning vatandan Kuvaytga bordi. Ular Turkiyaga kelib, erta yakshanba kuni Istanbulda o'yin qo'ydi ekan. Bu ikki o'mak o'xshash bir o'makmi yoki ayrim-ayrimmi bilmadim. Ikki yerda tang bo'lyapti bu ishlar hozir. Bu Xitoyniki, buni ko'rgandan keyin arab davlatlariga ahmoqlar maqtab Xitoyni ashta-ashta bo'lib ketib bordi. Uyg'urlarga yushirin qilingan ziyonkashlarniki nima ekanligi, qanday ekanligi qiziqadigan odam yo'q. Endi Xitoydagi mushtaq tashviqotiga chet eldagi bir qism Uyg'urlar moslashib turyapti. Yaqinda Finlandiyadagi naqshchi Dilbar Yunusniki yana Xitoyga berib Uyg'urlarniki vatandagi turmushini köylab naqshlarni aytib yurganligi haqida bir uchurni ko'rdim men. Tunugün Facebook'a bir video çıkarıp koydum. Amerika'daki bir Uyg'ur ayolken Costco degan do'konga kirib, yerim Uyg'urcha, yerim Xitoycha hamini aralashtirib, umashdek so'zlab, ya'ni shu Xitoyni maqtayotgan mana videolar biz chet elda Amerikada yashagan bir Uyg'ur tarafidan vujud chiqyapti, YouTube qurilyapti. Buning karvadan bormi? Bu to'g'riliq yaqildigan, ish ko'rdigan odam bormi? Chet elga yo'lanishida. Hozir vatanda qanchalik Uyg'ur xonim qizlari Xitoy tarafidan oyoq osti qilinyapti. Qanday oyoq osti qilinyapti? Buniki bir fakt xotirasi bormi? Bizning zot qanchalik odamlarimiz nima bo'lib ketdi degan narsa to'g'riliq. Bir tarix qilib qoldigan xotira bormi? Burun bazı qarindoshlarimiz xuddi ayni vaqtda Yahudilar lagerlarga sulangan vaqtida qo'lning u bir yerini kesib, qon bilan xotira yozib qoldirib qo'ygan, ashtaq ishlarni qilgan Yahudilar, Uyg'urlarmi hozirgi o'ziniki beshik kelgan zulm, kulfatlarni xotirlab qo'yish kerak deb ashtaq tashabbuslarni o'tirib qo'ygan. Hozir mushiyatda ish qilayotganlar bormi?
Uyghur Project Fondi, Meşal Uyghur Gruppasi bir qism ishlarni qildik. 2017-yildan boshlab Sharq Turkistondagi butun partiya, hukumat amaldorlariniki ism tizimlikini hesab chiqdik. Doktorxonalarniki tizimlikini uchurlarni yig'ib chiqdik. Mecbur emgak şirketlerinin uçlarını yig'ib chiqdik. Bolalar lagernikini qildik, ashtalarni qildik. Pul chiqarib, aslında qilgan odamlar ish qilib degandek. Aslida bunday ishlarni hamsi biz yetishib olmaymiz. Bizning kuchimiz intayin ojiz. Agar Uyg'ur to'g'ri ish qilman desa, ma qildigan ishlar tema. Mayli hozirgi ahamiyati bo'lsin yoki tarixga ahamiyati bo'lsin, ma qildigan ishlar. Bu to'g'riliq ish qilayotgan qancha Uyg'urlar bor chet elda. Bugun so'ragan 4-mazmun Tayvan haqida. 5-oyning 20-kuni Tayvandagi yangi prezidenti o'tdi. Lai Ching-te degan kishi. Tayvanda 3 hukumat organi bor. Xuddi Amerikaga o'xshash bular aslida mustaqil bo'lish kerak. Masalan, Amerikada bu 3 taraf qasi desanglar, birisi Kuomintang, Tayvan Milliy partiyasi. İkincisi Tayvan Xalq partiyasi, Tayvan People's Party deydi. Ondan keyin üçüncüsü Tayvan Ilg'or partiyasi, Democratic Progressive Party, 3 partiya. Ondan keyin bu hozir Tayvan parlamentida bu qatim bu prezident saylangan Lai Ching-te degan kishi Tayvan Democratic Ilg'or partiyasiga tava adam. Prezident bo'lgani. Lekin Tayvan parlamentida qolgan 2 partiyaning odamlari ko'pkan. Ashta bu boshqa bu qatim Lai Ching-te vazifaga o'tirgandan keyin Tayvan parlamenti bir yangi qonun loyihasini o'tirib chiqadi. Bu qonun loyihasi nima ekan desanglar, shu qonun loyihasini o'tirib chiqqandan keyin Tayvanda cho'ng namoyish boshlanib ketdi. Bu namoyish davom etadi hozirmi? Bu nima qilib bu namoyish bo'ldi? Ehtimal bir qism qarindoshlar biroz qaymoq qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu qonun loyihasi Tayvandagi qonun chiqarish huquqiga alohida huquq berdi ekan. Bu yerda 3 tarmog'i bor hukumatniki, xuddi Amerikaga o'xshash qonun chiqarish tarmog'i, undan keyin turinglar. Qonun tuzish, ma'muriyat va sud. Hukumatniki mushtaq 3 cho'ng tarmog'i bor. Bu yerdagi qonun tuzish tarmog'i chiqargan bu yangi qonun bo'yicha bo'lganda bu Tayvandagi parlamenti Tayvan hukumatiniki har qanday bir amaldori ustidan tekshirish olib boroladi ekan, ulardan har xil hujjatlarni so'ray oladi ekan. Andaki bunun işte şu harbiy generallar ve prezident atıp bakken. Bu yerda nima qilmoqchi desanglar, shu yangi qonun o'tirib chiqish orqali Tayvandagi prezidentini xohlagancha boshqara oladigan, xohlagancha chaqirib so'roq qila oladigan, andaki uni ish qildirmaydigan mushtaq bir vaziyatni shakllantirmoqchi. Shuni mana namoyish bo'lib ketib qolgan gap. Bunda qilib parlamentning huquqini kengaytirish Tayvanga ziyonliq deb. Agar mushtaq bo'yicha bo'lib bo'lsa, Tayvanniki demokratik tuzumining o'zi tavraydi degan gap. Bu ish xarakter jihatdan Amerikadagi biroz o'xshab qoladi. Hozir yaqinda bo'layotgan ishlar, Donald Trump haqida bo'layotgan ishlar, Donald Trumpni 2024-yili prezident qilib bo'lib saylanib qilishdan to'sish.
Şuna açtaq bu əzlər oturub çıxıb, hazırqadək yalğan dilolar oturub çıxıb, məşəşlər bu vatıdı. Tayvan bolsa, işte parlamentin işte bir yeni kanun tüzüş organından bir yeni kanununu oturub çıxırıb, bunu təsdiqləyib şu arqalıq özünün partiyasiga təvə olmagan prezidentni kontrol qilish. Şuna yaqin bo'layotgan namoyishlar mush haqida. Ehtimol nurg'un qarindoshlar buni tushunib bo'lishi mumkin. Men biroz dastlab tushunamagan bu nima ish bo'lyotdi Tayvanda deb. Yangi prezident chiqib bo'g'ichi e'lon maishlar bo'lib ketdi. Hozir endi Tayvanga kelayotgan xatar Xitoydan emas. Xitoy garchi shuncha jiq popoz qilayotgan bo'lsa-mu, Tayvanga kelayotgan xatar ulardan kelmaydi. Ammo ikki jihatdan kelyotdi. İki jihatdan degan chog'da Xitoy Kompartiya hokimiyati Tayvanga intan qattiq sig'inib kirib ketdi hozir. Mushu yangidan chiqqan hodisalarning hammasi aqsa Xitoyning qo'li bor. Shu orqali bo'lyotdi bu ishlar. Shunga agar Tayvanda o'zgarish bo'lib ketadi degan taqdirdami bu Xitoyniki tashqi kuchniki sirtdan kelgan kuch ta'siri bilan emas, Tayvan ichidan chiqqan kuch ta'siri bilan bo'ladi. Hozir analistlar mesela tahlil qilyotdi. Yaqinda shu Laychingda huquqqa chiqqandan keyin Xitoy Tayvanning atrofida yana bir qatam harbiy manevr o'tkazdi. Xuddi 2022-yili Amerikaniki Nancy Pelosi Tayvanga borgandan keyin Xitoy o'tkazgan harbiy manevrga o'xshashlam yana birini o'tkazdi. Lekin bu qatamki manevrniki doirasi kichik faqat lamkin Tayvanga biroz tahdid qilib qo'yish, propoz qilib qo'yishliqqa ish bu. Xitoylarning hozirmi Tayvanga qurolli hujum qilib kirish ehtimolligi intayin tuvan. Sababi nima desanglar kuch yetmaydi. Kuch yetgan bo'lsa allaqachon kirib bo'ldi. O Xi Jinpingniki hozirgidek vahshiy niyati bilan bu ishlar allaqachon yuz berib bo'ldi. Lekin hozir qadar yuz bermadi. Bundan keyingi natijalar ichidami yuz berishi notayin. Sababi nima desanglar Xitoyniki kuch yetmaydi Tayvanga. Uning aksicha hozir Amerika, Tayvan, Yaponiya, Koreya, Hindiston, Avstraliya, Angliya degan nurg'un davlatlar Xitoyga qarshi Tayvan masalasida Xitoyga qarshi hamkorliklarni tuzib ishlarni olib boryotdi. Shunga Xitoy buni obdan biladi. Endi bugün degan 5-xabar Uyghur Project fonduniki xabari. O'tganda sizlarga Turkiya İstanbul'daki Şotland Uyghur yaslisi haqida ozroq uchurlarni bergandim. İki qatimliq videoda chaqiriq qildim, shularga yordam qilish to'g'riliq. U yerda o'quvchisi 3 ma'lum bor bir yaslisi, Uyghur yaslisi. Shu chaqiriq qilgandan keyin uning natijasi intayin yaxshi bo'ldi. Amerika'dan 3 kishi, Yapondan 1 kishi, Germaniyadan 1 kishi bo'lib 5 kishi jami her ayga $530 yardım qilgan bo'ldi. Ondan boshqa Kanadadan bir qarindoshimiz bir qatim $1000 berdi. Mush yasliga yardım qilish uchun. Biz o $1000'ni 10'ga bo'lib har oyda $100'dan birdigan qilib 2 kun oldida ularga $630 pul mangdudim. Xudoyim bo'lsa 10 oyning ichida bu yasliga ayga $630'dan pul bordi. Aslında bu başqa ularniki ahvalida zo'r o'zgarish bo'ladi, yaxshilanish bo'ladi. Mush ish uchun kuch chiqargan qarindoshlarniki hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Bu bir intan xo'shanlarlik ish. Uyg'urlarning beshiga kun kelgan chog'da mushtaq mayda kirib o'tirish qalagan odamlarning bo'lishi bu intan yaxshi ish. Bu hammamizni xo'sh qilish kerak. Men dahshat xo'sh bunga. Uyghur Project Fondi Mashal Uyghur Gruppasi hammamiz. Bugün degan 6-xabar NASA xabari. Men ilroqda Facebookga bir YouTube videosini chiqarib qo'ydim. Bu naq maydon umi. Bugün NASAda bir cho'ng ish bo'lyotdi. U nima ish desanglar, NASAdan 2 olam uchquchisi Boeing shirkatiniki Starliner degan bir olam uchquri bilan Atlas 4 degan raketa, olam uchquri Atlas 4 degan raketaga miniglik, bu raketa bularni osmonga chiqadi, ikki odamni.
chiqib bular xalqaro olam punktida bir hafta turib andan keyin shu olam uchquri bilan yer shariga qaytib kelmoqchi. Qaytib kelib bir parashyut bilan yerga tushdi bular. Bu bir yangilik. Ma bu Boeing'niki olam uchquri bilan olam bo'shliqqa odamga chiqish bu bir yangilik. Mush qitimki mush sinoqdan keyin Boeing'niki olam uchquriga rasmiy kinishga bermoqchi. Bundan keyin davomli odamlarni chiqsa bo'ladi deydigan. Ashta bu boshqa bu bir bu muhim qadam bosqich, bir yangilikdagi muhim qadam bosqich. Bugun cho'ng xabar bo'lyotdi. Bu olam uchquri bu raketa Florida'dan chiqmoqchi. Florida'dagi olam kuchi punktidan chiqmoqchi. Cape Canaveral degan Space Force Station edi Florida'da. Kuchani uçmoqchi. Shunga bugun soat 9'dan 25 minut o'tganda uchdi ekan aslida bugun. Hozir soat necha o'tib ketdi? Hozir uçuptu ameliyatda bir 7-8 minut bo'pti hozir. Agar shu YouTube'ni ko'rsanglar osmonga uchib mongan yerini ko'ralaysizlar. Bu bir shu yaqinqi cho'ngroq xabarimiz shu. Shunga buni bir deb qo'ydim. Qolganini mening Facebook'imdagi YouTube'ni ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozir bo'lyapti. Bo'ladi. Bugun qancha so'zlab ketdim bilmayman. O'zim yerib qoldim. Bugungi mazmun shunchalik bo'lsin. Kelar qatim ko'rishsak omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.